Assalomu alaykum barchaga, Global Trend hamkorlariga, hammaga. Men ismim Quddusya, Yangiyo'l tumanidanman. Men o'zi natija bizda xo'jayinim Isabek Abdurahmon akada bo'lgan 2 yil oldin qorin bo'shlig'i saratoni tashxisi qo'yilgan, 4-bosqich. Ancha mazalari bo'lmay shu qatnab shu anchadan keyin bildik 4-bosqichga kelib qolgan deb aytishdi. Keyin 8 marta kimyoterapiya muolajalarini oldilar. Shu oxirgi 7-8 kimyoterapiya olayotgan paytlarida mana shu dorini bizga tavsiya qilishdi. Nargiz opa tavsiya qildilar. Keyin biz olib shularni hozir ichadilar. Mana rasam yaxshi bo'lib ketdilar. Kimyoterapiya umuman olmayaptilar. Mana 1,5 yildan beri ancha yaxshi natijalarga erishdik. O'zimiz oylab ichamiz. Qizimda ham ancha bo'qoqlari bor edi. O'sha Garmoniya Lux ichadi. Xo'jayinim Immunon Lux, Perfect Vitality. Men o'zim Smart Lux ichganman. Menda ham o'zi qon bosimim bor edi. Hozir umuman bezovta qilmaydi. Yaxshi, ancha yaxshi. Men rahmat aytaman shu kompaniyaga, shu dorilar ishlab chiqarganlarga, Nargiz opaga, Savliya xonimga, hammaligiga rahmat.